Assalomu alaykum, hurmatli yaqinlar. Xayrli kun barchangizga. Hop, biz mana navbatdagi obyektimizga keldik. Bu obyektimiz Samarqand viloyati Charxunda bo'lyapti. Hop. Esa quyib bitkizilgan. Bugun polni apalavkalarni eshitdik. Hozir holatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hop. Joyimiz sal problema bo'lgani uchun bu yerga shu balandligini o'yitidan qilib Stupenkamizning kengligi 28 dan bo'ldi. Hop akalar, mana e'tibor berishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Taglari ham shu ideal holatda bo'ldi mana. USB dan foydalandik. Mana pichoq joyitlari ham, bunaqa arava degan narsalar yo'q. Hop, burchaklari ham mana o'sha qilich bo'lib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Buni yo'llarni ham ko'rsatib o'tamiz. Hop, akalar, mana yon qismlari mana. Juda ham o'zgacha ko'rinishda bo'ldi. Qo'chqan, arava joylari yo'q, xudo xohlasa. Mana akalar. Hop, men chiqib ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana balandlik 17 bo'ldi. Hop, mana burchagi pichoq mana. Pichoq holatda bo'ldi mana. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Xizmatdamiz akalar, sog' bo'lasizlar.